7 yoshli qizimda barmoqlarida terisini pus tashlashi muammosi paydo bo'ldi. E'tibor bermadim, lekin bora u keyin yorilishni boshladi. Mana katta barmoqdan. Voy, men xavotirga tushdimda, o'zimizda mahsulotlarni bir ikkitasini berib, birinchi qon tahlil qildirdim. Qon tahlilida bunda vitaminlar kamayib ketganini biz tasdiqini oldik. Demak, men uydagi birinchi terini tozalashga Clear Skin mahsulotimizni berdim. Bilasiz, nim qon tozalovchi bor, albatta multivitaminlar. A gruppasi bor, B gruppasi bor. Bu xulbadir. O'sha mahsulotlarimizni albatta bolamga berdim. Bola o'zgarish bo'ldi. Qo'yinki yana uni mazlari ham bor. Chunki teri o'zi quruqlashib ketgan. O'shaning uchun albatta maz suradi, mazdan keyin dorisini ichadi va parhez qiladi. Agarda shunaqa holat bolalaringizni sezdingizmi, darhol doktorga murojaat qilib, yechimini topib, xohlang tabobatga, xohlang meditsinskiy lecheniyani boshlang.